Skuter diskamizni sho'rchi tomonidan olib kelishibdi akamiz. Xo'p, bunda muammolar ko'rib turibsiz o'zlaringiz. Diskamiz sinib, yamaga tushib, chochilib ketgan. Hazil albatta. Xo'p, mana buni qo'yib, bu yog'iga o'rnatib vard qilishimiz kerak. Ikkinchi kusogimiz ham bor ekan, buni qo'yib, mana bu joylari, pipka joylarini vastanayt qilishimiz kerak. Xudo xolisa 5 kameraga chiqadi, lekin bu kamerli ekan. Diskani to'g'rilab oldim. Aynalishlari 80% ga tekis bo'ldi. Pipka joylari svarka qilindi, tozalaymiz keyin. Bu yirtig'i, bu tomon yirtig'i, endi bu yoqlari mana o'rnatib olib, endi tekislab svarkasi bo'ldi. Ichkari tashqari tomon bo'ldi. Aynashini tekislab oldim. Endi bemalol to'kirga borib takarni ish bo'lyapti. Faxri bobomiz ko'zini o'yadi bu ishlarni. Ha, endi klientga aytamiz, misol tashvishi bor-da. Bu nima tashvish qilinyapti? Ha, bu chunki klient ko'rmasa ishonmaydi. Mana даже kerak bo'lsa takarni shitni ham ko'rsatib o'raman mana aka. Faxri bu. Ha. Bu bo'lmasa bo'lmaydi-da. Ana shunaqa yo'naladi. To'kirdan keyin обработка qilib bo'ldi, pipka joylari qilindi, bu tomondan pipka joylari qilindi, hammasi chotki aynalishi. Bu tomon tashqi qism hammasi joyiga keldi. Hozir kraskasini qilib, balonni qo'yib, yana bitta video polnosti bo'ladi. Balon bilan aynalishi. Xo'p. Bu tomoni diskamizning aynalish tentrokalari zo'r bo'ldi, faqat rezinada manaqa восьмерка bor ekan. Hatto diskalar 0 bo'lgan, e'tibor berayotgan bo'lsalaring. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol olib kelaverasizlar. Xizmatlaringizni chiroyli qilib bitkazib beraman.